qizlar qaranglar, oyisi nima dedi buni? Qorningizni nima deyishyapti? O'g'il bola deyishmi? Qorni qarab buni o'g'il bola deyotgan ekan. Mana bu hozir oyisini so'kib tashyapti, ko'rdinglarmi? Oyi, o'g'il bola deb aytmang deb o'tirib olganda, bu qiz o'g'il bola deb aytdi, qo'shnim aytdi, qaynonam aytdi, o'g'il tug'ishim mumkin ekan deb, to'g'rimi? Mana qizni ko'ryapsizlarmi? Jahli chiqib oyisini so'kib tashyapti. Mana bunda вообще so'kib tashlagan, qaranglar mana. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli bolajonim, bolalar. Avvalam jins Allohdan, lekin o'zi 34 haftalik bola. Mana ustidan oyisining ustidan kulib tashyapti. 34 hafta o'sha jinsi shakllanib bo'lgan. Biz buni muhokama qilmaymiz. Chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Главный krasatamni, labini qaranglar. Labini botiksligini ko'ryapsizlarmi? Hammaga mana shunaqa chiroyli qizchalar nasib qilsin. Qiz xohlayotganlarga jo'natib qo'yinglar.